Aziz, kelyapsanmi? Biza Botir chiqishdamiz. Kelarsan tezroq. Bo'pti. Mana oshinglar tayyor bo'ldi. Kamchilik yo'qmi? Qani. Osh ham keldi. Sog' bo'linglar. Osh bo'lsin, kamchilik yo'qmi? Rahmat, katta. Sog' bo'linglar, yaxshi o'tiring. Ana olinglar, so'rang. Assalomu alaykum. Men siz boshlab yuboribsanlar-da. Yana Aziz o'zi ham keldi, o'rtoq, bo'la qol, endi boshlaydik. Keyin so'rashamiz, o'rtoq. Osh so'masin, olinglar. Dacha masalasi nima bo'ldi? Yo'q, o'rtoq yaxshi eslatding. Va dachanichi zo'rini gaplashib qo'yganman. Kompyuter PlayStation bormi? Sauna bilarti ham bo'lsin ichida. Topgan dachangni maqtab yotibsan, rasm-pasmi bormi? Yana ishni o'rtoq, ko'razarlarmi? Mana. Aziz, sani dachangga o'xsharkanmi? Kompyuter ko'rish. Men dachami? Faqat bu eski rasmi deb, hozir remotga berib qo'yganman buni. Men tushunmadim. Zaklat tashab qo'yganman uni. Obbo. Hozircha men telefon qilib o'zim gaplashay bir. Shoshmay turgin o'rtoq. Baba sen telefoningni ko'tarmaydi. Nomerini bergin, o'zim qilaman. Alo, eshitaman, kim bu? Assalomu alaykum. Dacha masalasi bo'yicha telefon qilyapman. Hop, okey. Narx-navo necha pul bo'pti? Qachonga ekan? Shu haftaning oxiriga. Okey, dachi $400 bo'pti. Faqat oldindan $100 zaklat tashlab berasiz. Bu menga qara, qanaqa $100? Bu meni dacha. Kimsan sen? O'rtoqlar, shunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Firibgarlardan ehtiyot bo'linglar. Shu videoni sinfdosh, kursdosh barcha yaqininglarga tashlab qo'yinglar. Ogoh bo'linglar.